kim jonini ko'proq riyozatga solsa, kim nafsini ko'proq sindirib tursa, shaytonning boshini qayrib tursa, shariatning ramkasida turadigan bo'lsa, mana shu bandaga Alloh taolo agarchi u odam Qur'onni zo'r o'qiy olmasa ham, 10 mingta hadisni bilmasa ham, shariy ilmlarni zo'r o'rganmagan bo'lsa ham, Alloh taolo berib yurar ekan shu narsani. Allohning rahmatini, adolatini ko'ryapsizmi? Agar Allohni tanitadigan ilm ham zehnga muhtoj bo'lganida, qancha odamlar bu ilmdan bahra ololmay qolgan bo'ladi. Aytiladi, Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning so'zlari shariat, u zotning fe'llari tariqat, holatlari haqiqat. Yangi so'zlar: tariqat va haqiqat. Nima bilamiz bu haqida? Rasulullohning so'zlari shariat. Nimani buyurgan bo'lsa, u narsa shariat. Nimadan qaytargan bo'lsa, u ham shariat. Nimani tahrir qilgan bo'lsalar, u ham shariat. Nimani ustida sukut qilgan bo'lsa, bu ham shariat. Rasululloh indamagan bo'lsa, qilsa bo'laveradi degan. Shariatda qaysi narsa man qilinmagan bo'lsa, shu muboh degani.